Dilingizni og'ritsam, ursam, so'ksam, mensimasam, haqqingizni bermasam, siz mazlum bo'lasiz, men zolim bo'lib qolaman. Mazlumni orqasida Alloh turadi. Poddershkasida. Shuning uchun Rasululloh alayhisalom mazlumni duosidan ehtiyot bo'linglar, chunki uni duosini orasida to'siq yo'q deganlar. Qarg'aydimi, insof ber deydim, 10nida primo ijobat bo'ladi. Bu bittasi. Ikkinchisi, zolimlarga Alloh taolo Qur'onda do'zax va'da qilgan. Shuning uchun bu zulm har xil, mana eng ko'p uchraydigan zulmlardan bittasi qaynatalarda kam uchraydigan, lekin qayna onalarda ko'p uchraydigan. Shu yerda o'tirgan, o'g'lini uylagan yo qizini chiqarganlar qaynatasiz, qaynatamiz, xotinimiz qayna ona. Avvalo o'zimiz o'g'nab olaylik va qolaversa xotinimizga kelib sheti esdan chiqmasligi uchun o'zi aytib qo'yaylik. Keliniga nohaqlik qilayotgan qayna onalar u hoji ona bo'lanlarmi, 97 ga kirgan bo'lanlarmi, ertamandan kechgacha qo'llaridan tasbih tushmaydimi, tahajjud o'qiydilarmi, ro'mollarni og'izlarida tishlab yuradilarmi? Endi u ibodatlar o'zini yo'lida, endi u biz uni afsusdat qilmaymiz, mayli, lekin afsusdat qiladigan joyimiz, agar uydagi kelinlarga nohaqlik qilayotgan bo'lsalar, u onaxon o'sha qayna zolim bo'ladi. Xudo o'pshi aytgan, zolimmi u do'zaxi degan. Bo'ldi, u zolim namozxon bo'ladimi, u zolim hoji bo'ladimi, u zolim qori bo'ladimi, u zolim imom bo'ladimi, qizig'i yo'q. Zulm qilmasin. U kelin degani odammas degani emas u. U kelin degani u hech kimmas degani emas u. Shuni men hayron qoladigan joyim, musulmon bo'lib turib, musulmonchilikda eng payg'ambar alayhissalom bilan xotinning orasini buzganlar bizdan bas. Tasavvur qiling, ummat emas degan akalar. Bu kichkina masala, endi kim qanday qabul qiladi? Misol men to'g'ri qo'rqib ketaman, ummat bas degan joyga kelganda qo'rqib ketaman. Shuncha payg'ambardan keyin tug'ilib yashasak-ku, payg'ambardan keyingi yashaganlar ummatlar. Ummat zamonida yashasak-ku, payg'ambar alayhisalom 10 qo'l degan ekanlarni 10 qo'lda yesak-ku, Rasululloh alayhisalom eshitganda bunaqa egilib qo'ysak-ku, salovatlar aytsak-ku, umra hajiga borganda Rasululloh alayhisalomning qabrlarini ziyorat qilganda yig'lab salomlar aytsak-ku, lekin bittasini oilasini buzyapsak, Rasul u qilgan narigi ishlar kapeykada Rasululloh ummat bas bo'ldi, o'chirib tashladi. Yo'q, u buzmasin oilani. Maksimal darajada tish tirnog'i bilan harakat qilaylik, qilsin, oila buzilmasligi uchun. Birdan 99 ta ishlar shikal, bir dona imkoniyat bor. O'sha eshik bilan kiraylik, oila buzilmasin. Chunki u ayol erga tegib olar, u erkak uylanib olar, bolalarchi. Alloh bu xotinni omonat qilib berganligicha yoki rozi, Xudo roziligicha bu qayerda qoladi bu narsalar? Qayerda qoladi bu narsalar? Xotinini xorlayotganlar, odam qatorida ko'rmayotgan erlar, zulm qilayotgan, urayotgan, so'kayotgan, gapini bir tiyinga olmayotgan, odam qatorida ko'rmayotgan erlar, sen o'ylaysan, javob bermayman deysanmi? Payg'ambar aytganlar alayhissalom, xotin Allohning omonati deganmilar, akalar, libboyidan so'rab oladi Alloh. Uylanganmi? So'raladi. Tamom so'raladi. Ehtiyot bo'laylik shuning uchun.